Tezkor xabar: dahshatli fojia sodir bo'ldi. Darhol ogoh bo'ling. Eng so'nggi yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz kanalimizga obuna bo'lishni va video ostida birdan like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Namangan viloyati Pop tumanida 36 yoshli erkakning noto'g'ri jarrohlik amaliyoti natijasida vafot etgani haqida ijtimoiy tarmoqlarda xabar tarqaldi. Xabar berilishicha, 27-mart kuni Pop tumanining Chinor mahallasida yashovchi Hoji Akbar Qirg'izovning tuman tibbiyot birlashmasida vafot etgani haqida xabar kelib tushgan. Namangan viloyat prokuraturasi tomonidan berilgan ma'lumotga ko'ra, Hoji Akbar Qirg'izov 13-mart kuni fermer xo'jaligiga qarashli traktor tirkamasidan yiqilib tan jarohati olgan. U o'sha kuni darhol tuman tibbiyot birlashmasiga olib kelingan va jonlantirish bo'limida jarrohlik amaliyoti o'tkazilgan. Shuningdek, tibbiy muolajalar ham amalga oshirilgan, biroq barcha tibbiy harakatlarga qaramay Hoji Akbar Qirg'izov 27-mart kuni vafot etgan. Mazkur holat yuzasidan tibbiy ekspertiza tayinlangan, shuningdek shifokorlarning xatti-harakatlari yuzasidan xizmat tekshiruvi ham o'tkazilmoqda. Namangan viloyat prokuraturasi holatni jiddiy nazoratga olib, Pop tumanidagi tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda. Tergov natijalari bo'yicha zarur choralar ko'rilishi va aybdorlar javobgarlikka tortilishi mumkin, deyiladi xabarda.